xursandman. Shu kelishiniz sizning qadamlaringiz, alqashqi qadamlaringiz Turkiyaga, Balıkesir'ga hayırlı olsun, baxtli bo'lsin. Hoş kelibsizlar. Sizlarga ming bora tashakkurlar aytamiz va bizni shunchalik darajada kutib olganingizdan, bizga yaratayotgan imkoniyatlaringizdan barchamiz xursandmiz va o'ylaymanki, sizlar bilan birgalikda yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz, birgalikda maqolalar va o'sha biz bilamizki, bir necha yillardan buyon O'zbekiston Turkiya hamkorligida, mamlakatlari hamkorligida olimlar o'rtasida xalqaro loyihalarimiz mavjud.